Starhouse kompaniya asoschisi Rustam Hakimov bo'laman. Ko'p joylarda men ko'rinmaganman kompaniya asoschisi sifatida. Starhouse boshlanganda 10 yil oldin boshlangan bo'lsa, juda ko'p loyihalar qilgan. Endi hozirgi kunda o'sha o'zim chiqib, o'zim ko'rinish bermaganim, xalq tanimagan, bilmaganligi uchun u narsa Starhouse kompaniyasi Marat Xayrlayevga tegishli deb o'ylaydi. Lekin aslida Starhouse kompaniyasi o'sha Rustam Hakimovga tegishli bo'lgan. 28 yil ichida misol uchun tadbirkorlik faoliyatini kichkina darajadan yuqori darajaga olib chiqqanmiz, shuni ustida ishlaganmiz, nomimiz uchun kurashganmiz. Biznes uchun birinchi navbatda ko'pchilik pul deydi. Biz pulni ustun ko'rmaganmiz hech qachon. Erishilgan natijalardan xursand bo'lib, yanada ko'proq insonlarga yordam beraylik degan maqsadda harakat qilganmiz. Prezidentimizga ham rahmat aytamiz, sababi tadbirkorlarga juda katta imkoniyatlar yaratib berdilar. Tadbirkorlar ancha yengil nafas oldi. Erkinlik bo'lgandan keyin shu erkinlik jarayonida ishlarni qo'rqmay amalga oshiradigan bo'ldik. Sog'lom raqobat bo'lsa biz rozimiz, lekin orqadan har xil xufiyona, har xil narsalar qilib, Starhouse kompaniyasini kelajakda qilinadigan ishlariga ta'sir ko'rsatib, odamlarga qora ko'rsatib, har xil negativ temalar qilib, chantajli variantlar qilib, mana shu 7 oy, 8 oy davomida oladigan bo'lsa, juda ko'p Starhouse negativ temalarga olib chiqishdi. Sababi o'zi aslida yerda boshqa hayot, lekin kadrda boshqa hayot. Maqsad bu yerda Starhouse yomonlab, yerga urib, unga ishonchsizlikni yo'qotish maqsadida qilinyapti, lekin ularga u ham qiziq emas, ertaga muammolar ham hech narsa qiziq emas, lekin yerda o'sha narsani syomka qilib, xalqqa yomon ko'rsatib, baqir-chaqir qilib, shallaqlik qilib, shuni olib chiqib, kompaniyani obro'sizlantirishga ko'p marta urinish bo'ldi. Xudo xolasa buni amalga oshirgan, kim uyushtirgan, kim qilayotganlarning hammasini tagiga yetamiz deb, hozir qonuniy chora ko'rib, buni albatta xalqimizga olib chiqib ko'rsatamiz degan umidda biz o'shani ustida ishlayapmiz hozirgi kunda. Sodda xalqimizni yolg'on ma'lumotlar bilan yomonlab ko'rsatayotgan masalalar bo'yicha o'nishga harakat qilishyapti. Haqiqatdan oladigan bo'lsa, xalqimiz sodda, aslida nima bo'layotgan, nima qo'yayotganini bilmaydi, lekin buni tushunayotgan, bilayotgan odamlar ham bor. Bilamiz, sizlarga ishonamiz, bo'sh kelmanglar degan insonlar bor. O'shaning uchun bu narsalarga bo'sh kelish yo'q. Xudo xolasa buni bo'layotgan masalalarni tez kunda ochiq oydan olib chiqamiz degan umidda biz.